O'zbek adabiyotining eng yaxshi asarlaridan biri. Said Ahmad kuchli yozuvchi ekanligi, uning tasvir ifodasi, dunyoqarashining kengligiga yana bir marta amin bo'lasiz asarni o'qib. Uzun qishloq, ayniqsa tog'li qishloqlar hayoti tasvirlangan asarlar ko'pchilik kitobxonlarga yoqishi aniq. Said Ahmadning Jimjitlik romani ham aynan chekka tog'lar rayonida bo'lib o'tgan voqealardan hikoya qilinadi. Sovet tizimi asta poyoniga yetayotgan, mustaqillikka bir qadam qolgan vaqtda, ammo azaliy davom etayotgan zulm va qo'rqitish bilan hokimiyatga egalik, mansab, arzimas ordenlar uchun qancha insonlarning bevaqt o'limi. Asarda birorta baxtli inson yo'q. Bitta ham baxtli yakunlangan hayot ham bo'lmadi. Tolibjon yilday yugurdi, o'qidi, ishladi, ammo yomonlarga kuchi yetmadi. Qaysidir ma'noda haqiqatgo'yligi sabab umri quvg'inda o'tdi. Niyatiga balki oxirida yetgandir, buni ammo o'zi ko'ra olmadi. Mirvali asar boshida yaxshi obraz deb qabul qilamiz. Uning ayrim xarakterlari va ba'zi hislatlari yoqimli ko'rinardi. Kurashuvchanlik, qat'iyatli, hukmini o'tkaza olishi, ammo uning yaxshi taraflaridan ko'ra yomon taraflari ancha ko'p edi. Inson hayotiga achinmasdi. Maqsadi yo'lida kim g'ov bo'ldi-yu yo'qotdi. Oxirida faqat dushman orttirdi. Xalq uchun qilgan yaxshiliklari ham ko'rinmay ketdi. Jayrona, u ham yilday yugurdi, nimalardir qildi, ammo yakunida baxtsiz voqea sabab taqdiri noma'lum qoldi. Shavkat Rahimov, Luqmonov, Xolmatovlar kabi rahbarlar uzoq muddat obro'li ishlarda ishladi, ammo baribir yomon nom bilan joylarni bo'shatdi. Odamzod shunday, qancha yaxshilik qilganing sari boshqalarga nisbatan pand berishga to'g'ri keladi. Munozanat yo'qki, kim uchundir yaxshilik xalq uchun manfaatli ish qilish uchun ham kimlargadir biroz aziyat yetkazishing kerak. Ushbu asarni o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman.